boshqalarning oldida tahqirlash, kamsitish, so'kish, haqorat qilish bolani asabi uchun, ruhoniyati uchun, psixikasi uchun juda bir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolasi xato ish qilganda hammani oldida so'kayotgan, xatoga yo'l qo'yganda hammani oldida urayotgan ota bolani qalbini sindiryapti, ko'nglini cho'ktiryapti. O'zini noqis his qilishligining sabablari. Birinchidan, yoshligida ko'rgan tarbiya sababli bola mana shunday bo'lib qoladi. Muallimlar bor, juda ham qattiq qo'l bo'ladi, tili qattiq bo'ladi, eng yumshoq gapi eshak bo'ladi. Ikkiga birda eshak, sen odam bo'lmaysan, sen anaqa bo'lmaysan, bir ishda cho'ktirib turadi qalbini. Bu tinimsiz mana shunday bir qo'pollikka, taqinlashga, hammani oldida bir so'kishishni, malomatlanishlikka duch kelayotgan bola o'ziga o'zi ishonmay qo'yadi. O'zini boshqalardek bir komil inson deb his qilmay qo'yadi. O'zini qiymatini, qadrini bilmaydi. Biz bola xato qilmaydi deyotganimiz yo'q. Uni jazolash yoki tanbeh bermaslik kerak unga deyotganimiz yo'q. Bola bor, xato qiladi. Ash-sharafu mi'wanun deyiladi. Sharaf mana shu masalada ko'makchi bo'ladi. Ya'ni bir boladan xato sodir bo'lsa, uni darrov jazolab so'kib hammani oldida yerga urishdan avval tushuntirib, agar muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, bolam, bu senga yarashmaydi. Sen falonchini bo'lasisan. Seni otang undoq odam edi. Sizlarda xonadoningizda bunaqa ish chiqishligi yarashmaydi deb turib, bu bolaga sharafli xonadon bolasi ekanligini eslatilsa, bola shu ishdan to'xtaydi. Qilayotgan xatosini takrorlamaydi. Usta muallim, mohir murabbiy mana shu shuurni bolani qalbiga joylay oladi. Mana shu shuur go'zal axloqli bo'lishlikka bolani yetaklaydi. Biz ota-bobolarimiz falondaqa odamlar bo'lganda faxrlanadi-yu, otalari bilan, bobolari bilan odamlar. Nasl nasabi bir oliy insonlar bo'lganligi eslatiladigan bo'lsa, shularga loyiq zurriyot bo'lishi uchun inson yaxshi tomonga yurishligi oson bo'ladi. Mohir murabbiy, hikmatli ota bolasini qalbiga mana shu narsani joylay oladi. Hurmat ko'rsatadi, bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi.